erim so'ksa nima qilay? Ko'zingizni qising. Erkak so'kishiga biz o'zimiz sababchimiz. Nega? Yo'q joydan bir nimalarni o'ylab topib, kovlab, o'sha o'zidan chiqib ketishiga biz yordam beramiz. Erkakning jahli chiqqan paytda iloji boricha ovozingizni pasaytirib, aynan o'sha joydan qochishga harakat qiling. Siz ovozni balandlatib, uni ustidan hukmronlik o'rnataman desangiz, aksincha bu erkakni g'azabini qo'zg'atib, jazavaga olib borishi mumkin va so'kish tembri oshadi. Shunday holatlarda ayollar albatta chiroyli tabassum qilib, vaziyatdan sekingina oshxonaga qochib, bir piyola choyni damlab kelib, indamasangiz yutasiz. Dadangizga o'xshash xohlaysizmi, oyingizgami degan savolni berdim. Bolaning javobi meni bilan so'ng hech kun o'ylashga majbur qildi. Qara, siz oilasiga xiyonat qiladigan, har doim buzuqlik qiladigan, ko'chada kulib yuradi-yu, eshikdan kirganda "Yoningni baland" deb so'kadigan odamga o'xshagan bo'larmidi dedi. Jim boshimdan shundoq sovuq suv quyib yuborgandek bo'ldi. Nima bo'ldi desam, dadamni bilasizmi, telegrammaga ulanib olib, men ko'rmagan narsalarimni ko'ryapman dedi. Dadang biladimi desam, bilgani uchun siz oldingizga olib keldi dedi. Aslida menga psixolog emas, psixolog ularga kerak edi. Ular o'zim to'g'rilab olsin dedi. Qanday yigitlarga turmushga chiqish kerak emas? Qizlar, oila qurish arafasidagi qizlar, yaxshilab eshiting. Siz uchrashuvga chiqqan paytda sizni oldingizda o'zidan jabrdiyda, bechora yasab olgan yigitga umuman yaqinlashmang, qoching. U bir umr sizni o'sha jabrdiydaligi bilan, bechoraligi bilan, alfonsligi bilan qoningizni ichadi va chiroyli yigitga turmushga chiqmang. U chiroyi bilan sizni bir umr kuydiradi. Shuning uchun xunukroq bo'lsa ham mard, jasur, dovyurak, mas'uliyatli, bir so'zli, qat'iyatli yigitni ko'rdingizmi, mahkam etagidan ushlang. Erkakni hamiyatiga tegadigan, uni ichidagi katta bir g'urur sterjiniga tegadigan mana shu gap aslida. Siz ham erkakmisiz yoki boshqalarning eriga o'xshab degan so'zni ishlatdimi, erkak o'sha kuni ichidan sinadi. Va u ayol esidan chiqarmasin, hech qachon eri uchun sevimli ayolga aylana olmaydi. Bo'ldi. Yaqinlashganda ham men erkakmanmi, men nima ish qildim degan erkakning ichida katta aybdorlik hissi paydo bo'ladi. Va mana shu so'zni aytmang hech qachon deymiz ayollarga. Agar u erkak bo'lmaganda sizni farzandlaringizni dunyoga keltirmagan bo'lardi. U erkak bo'lmaganda sizga uylanmagan bo'lardi, eshigingizni taqlatib, 1000 marta otangizni oldida rangi sarg'ayib turmagan bo'lardi. U o'sha erkak bo'lganligi uchun o'sha qadamni qo'ydi, sizni izingizdan bordi. Sizni o'zini xonadoniga olib keldi. Farzandlarimga onalik qiladi deb ishonch bildirdi. Mana shuni sindirmasligimiz kerak. Erkaklar ayoliga pul berish kerakmi? Ha. Nimaga? Chunki u erkak bo'lganligi uchun ayoliga pul berish kerak. Ayolini yaxshi ko'rganligi uchun, bolalarning onasi sifatida va erkak rivojlanaman, o'saman, pulim ko'payib ketadi, boy bo'lib ketaman deydigan bo'lsa, birinchi ayoliga, oilasiga, ota-onasiga pul berish kerak va ulardan rahmat, rag'bat, minnatdorchilikni yig'ib olish kerak. Nimaga? Ana o'sha yig'ilgan energiya, kuch-quvvat uni bir pog'ona o'sishiga yordam beradi. Nimaga beruvchi qo'l bo'ling deymiz? Chunki sizni birni berganingizni mingini hayotingizga tortib olib kelasiz. Alloh sizni o'shani biringizni 1000 qilib beradi. Oila mavzusidagi foydali videolarimizni o'tkazib yubormasligingiz uchun sahifamizga obuna bo'ling.